va oilaviy korxonalarga 24% miqdorda kredit mablag'lari ajratiladi. Moliyalashtirish manbasi bankning o'z mablag'lari va oilaviy tadbirkorlik doirasida ajratilgan kreditlardan qaytgan mablag'lar hisobidan ajratiladi. Kredit valyutasi so'mda. Kredit ajratish o'zini o'zi band qilgan shaxslarning Xalq bankida ochilgan bank plastik kartasi hamda yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlari va yuridik shaxslarning hisob raqamiga ko'chirilgan holda amalga oshiriladi. Ya'ni jismoniy shaxsni bankda ochilgan hisob raqamiga ko'chirib beriladi. Ta'minotda ishlab chiqarilganiga 5 yildan oshmagan avtotransport vositasi va ko'chmas mulk garovi bo'ladi ta'minot sifatida. Garov obyekti outsourcing baholash tashkiloti elektron bazasi yordamida baholanadi, ya'ni e-baholashda baholanadi. Garov mulkini diskontlash va mijoz tomonidan baholash tashkilot hisobotini taqdim etish talab etilmaydi. Ya'ni mustaqil baholovchini baholash shart emas.